Ye demay o'lgur, nimchayam shirinsan. Shunaqayam mazali shirinlik bo'ladimi? Hozir qiziqishda yeyapman-u, lekin buni yeb olsam, necha kaloriya bo'lar ekan bir stakani? Qancha bo'lsa ham hozir yeb olganim yaxshi. Keyin kechqurunga yesam, yana ham semiraman. Undan kunduzini yeb qo'yay, qutili. Yo, mana o'ylayman-da, nozik qizlar menga o'xshab shirinlik yeyishadimi o'zi? Yo, yesa ham semirmaydimi? Ular qanday yashashar ekan-e? Tojimini endi shuning uchun diqqat olaman ekanman. Yeb qo'yaman deyman-u, semirishni o'ylab qo'qib ham ketaman. Menimcha yetadi bugunga. Yana yesam yeyveraman men to'xtamay. Bo'ldi, olib qo'yori. To'xta. Men hozir kimga kelin bo'laman? Meni kim kelin qiladi? Yeb semirib sen lo'pillab yurori. Undan ko'ra voy shirinligini, mazzaligini. Yo'q, oz to'xtamasam, yana ham ishib, yana ham semirib ketaman. Bo'ldi. Men irodaliman. Nima endi meni ye deb chaqiryapti bu? Tavba qildim. Baribir yemayman, meni chaqirma. Voy, chaqirdim mana. Bo'pti, sen xafa bo'lma deb yeyapman. Ol mana senga. Ol. Voy, shunaqa ham bemaza bo'lgur. Odam podamas ekansan, dushmanni ishini qildiryapsan menga hozir. Buni yeb endi shirinlik yesam kayfiyatim ko'tariladi-ya. Yashash yaxshi, hayot go'zal. Qanday baxtliman. Qada, yana ham semirdim endi. Yemay men o'lay.